Assalomu alaykum marhamat hurmatli obunachilarim. Mana bugun sizlarga yangi hosillar ko'rsatamiz. Keling bo'layotgan protein ovozidagi hosilni akvamarinni Brazilian tabiiy granit toshi. Razmerlari 3-4 ga 1.92 bo'lgan katta razmerdagi juda ham teksturasi ajoyib bo'lgan toshlarimizdan biri va bundan tashqari yana 5 xil yangi assortimentimizga kirib kelgan. Ularni ham birma-bir sizlarga arzon ko'rsatib beramiz. Va undan tashqari Brazilian Pandora toshi ikki bo'lgan teksturalar yig'iladigan juda ham dekorativ chiroyli toshlarimizdan biri hisoblanadi bu ham. Patsetka o'tkazadigan kvars joylar patsetka o'tkazadi, juda ham chiroyli o'tkazadi va xohlagan svetlarda o'tkazib beradi. Buni bemalol 2 tali 4 tali yasanglar ham bo'ladi. Prada Grey Hindistonning yashil toshi teksturalarini o'zini ko'rib turibsizlar. Bu ham juda chiroyli yig'iladi va bundan tashqari buni xatlarga ishlatsanglar bo'ladi. Installationni o'stirib, zina, PTV, любой joyga ishlatib olsanglar bo'ladi. River White bu ham granit tosh hisoblanadi. Ko'pchilik so'raganlar uchun neobichniy teksturasi bor va o'ziga juda ham chiroyli his ko'rsatadigan toshlardan biri. Grand Decan bu toshimiz patzagasi kirib keldi. Nalichidagi ko'ryapsiz va sizlarni ham bemalol patzaga toshlarni olib kirib beramiz. Agar kimnidir qanaqadir savollar qiynayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Joningiz sog' bo'lsin, hammaga rahmat. Va ko'rib turganingizdek 350 xildan ortiq assortimentimiz bor. Nima deyapti? Bomba.